Ba'zan yigitlar aytishadi, ishxonada o'zimni nazorat qilsam, obro'yim ketib qolmasin deb. O'rtoqlarim oldida o'zimni nazorat qilsam, obro'sizlanmay qolay deb. Endi uyda ham o'zimni nazorat qilaman. Xotinim-ku, o'zimni bolalarim-ku. Odam qayerdadir o'zini erkin his qilish kerak-ku. Hech bo'lmasa oilada ham endi o'zimni erkin his qila olmaymanmi? Oilada ham o'zimni nazorat qilamanmi deb e'tiroz bildirishadi. Kechirasiz-ku, ishxonada obro'yimiz ketib qolsa, ishxonani almashtirsa bo'ladi. O'rtoqlarimiz oldida obro'yimiz ketsa, o'rtoqlarni ham almashtirsa bo'ladi. Lekin oilada obro'yimiz ketib qolsa, oilani almashtirib bo'lmaydi. Chunki farzandlarimiz otasi bitta, farzandlarimiz onasi bitta. Ularni almashtirib bo'lmaydi. Shu bilan birga erkak kishi agar ayolining oldida obro'si ketib qolsa, valdirash oqibatida har xil kerak emas gaplarni gapirish, noo'rin hazillar va hokazolar orqali bu degani bolalarning oldida obro'sizlandi degani. Chunki ona hurmat qilmasa, farzandlar ham hurmat qilmaydi.